Aziz do'stlar, bugun sizlar bilan sport o'yinlari hozirgi kunda mana 11-chislodan iyundan 11-iyulgacha jahon chempionati bo'yicha futbol bo'lib o'tmoqda. Shu futbol sport o'yinlari mana kecha bo'lib o'tgan Tapariya va Getji bo'yida ham, jangida ham ko'pchilik odamlar baribir nima qiladi? Stavka. Hamma narsa bu sport ortida stavkalar yotadi, katta summalar yotadi, katta pullar yotadi. Bukmekerlik kontoralarni firibgarligi yotadi desa ham bo'ladi, kelishuv yotadi desa ham bo'ladi. Bu yoqda hamma xalq baribir shu sportga qiziquvchi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, pul tikmasa ham baribir garov sport o'ynaydi. Mana shu narsalardan kelib chiqib baribir kimnidir yutug'ini ko'rgan inson boshida ong ostida fikr yuritadi. Men kecha o'zim internet tarmog'idan Arman Sarukyan degan sportsmen, u 1 million dollar tikib 5 million 700 dollar pul yutgan. Shuni butun ijtimoiy tarmoqda shu bir parazit nima deydi? Ya'ni internetda parazit bo'lib aylanib yotibdi-da bu. Trendga ham chiqib ketdi desa bo'ladi. Shu narsani baribir yoshlar, baribir hamma hozir ijtimoiy tarmoqda ko'radi-da, xayoldan bo'lsa ham o'tiradi. Voy, 5 million 700 million dollar 1 million tikibdi deb. Men nima demoqchiman? Hozirgi kunda shu qimor qaramligidan, qimordan ichida yurib, qimor chiqish yo'lini izlayotgan mana guruhimiz a'zolari bir nechta insonlar bor. Shu narsa bilan kurashmoqda. To'g'ri, bu narsani ham tashab turib orada ana trigger eslashlar bo'lib o'ynab qo'ygan insonlarimiz ham bor guruhimizda. Men nima deyman? Baribir bu narsaga katta vaqt kerak, sabr kerak. Birdandan chiqib bo'lmaydi. Ammo o'yinni tashlasa bo'ladi, o'yindan chiqsa bo'ladi, qimor qaramligini yengsa bo'ladi. Bu o'zimizga bog'liq. Men nima demoqchiman? To'g'ri, futbol ko'ramiz. Men ham o'zim ham futbol ko'rishni juda ham sevaman. Mana 11-chislo, bugun 17-chislo bo'lmoqda. Men hali ham o'zim o'tirib tomosha qilib futbol ko'rmadim. Chunki meni nimada ko'nglimda sport sal uzoqlashmoqda. Chunki men bu qimor qaramligi, qimor ichida yurgandan keyin, qimor tashlagandan keyin men shu narsalarga o'zimga reja qo'yganman. Uzoqlashish, shu narsa eslashlar bo'lmasligi uchun biz holimiz xohlamaymiz, baribir ko'zimiz sportlarga tushadi. Televizorda futbollarga ko'ramiz. Qo'limizda telefon bor, internetlarga kiramiz, hamma yoqda sport yangiliklari. O'sha nima demoqchiman? Mana Arman Sarukyan 1 million tikib 5 million 700 dollar pul yutgan. Bunaqa nimalarga, yolg'onlarga, endi yolg'on demasam ham bo'ladi, buni ortidan baribir nimadirlar bor, kelishuvlar bo'ladi. Bu o'zidan o'zi chiqmaydi. Chunki bunaqa odamlar shu bukmekerlik kontorasini ham reklama sifatida ham ko'rsatishi mumkin-da. Buni ortidan katta bir ma'no yotibdi. Chunki bu narsa internetda hozir aylanib yuribdi. Insonlar ko'radi, qanaqa bukmeker kontora, qayoqdan o'tgan baribir qiziqadi. Shu baribir pul tikishga harakat qilib ko'radi. Men nima demoqchiman? Shunaqa trigger eslashlar, kimnidir ana yutuqlariga bir aldanib qolmaslik. O'zingiz to'g'ri xulosa qiling. Baribir to'g'ri, ko'pchilik pul yutadi, pul yutgani bilan baribir halovati yo'q. Bir nimadir sabab baribir keyinchalik bu narsani yana shu qimorga, bukmekerlik kontoraga, kazinoga baribir yutkazib yuboradi. Bu narsa shu aylana ichida bu o'ylangan, rejalangan ssenariy ostida yotibdi hamma narsa. Demak, nima demoqchiman? Shunaqa hozir mana shu oy jahon chempionati sport turlari bo'lib turibdi. Shularga yana bir bor e'tiborli bo'lib, aldanib qolmasdan shu qimorni tashlayotgan insonlarga men kuch-quvvat, sabr tilayman. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. Buni qilsa bo'ladi, uddalasa bo'ladi. Har qancha o'zingga ishonma, o'ynayapsanmi, yutkazishing aniq. Aksincha, sen to'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida xulosa qiling, to'g'ri qaror qabul qiling, hayotingni qutqar. Ko'rishguncha.